Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi Kamal Vadlobar Tayerovna bo'laman. Men bugun sizlarga boshlang'ich ta'limda sinfdan tashqari ishlar fanidan matematika darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish mavzusida ma'ruza mashg'ulotini o'tib bermoqchiman. Bugungi mashg'ulotimiz rejasi quyidagidan iborat. Birinchisi, matematikada sinfdan tashqari ishlarning mohiyati va uning turlari. Ikkinchisi, sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. Uchinchisi, sinfdan tashqari ishlarning turlari bo'yicha namunaviy mashg'ulot bilan tanishib o'tamiz. Matematikadan sinfdan tashqari ish deyilganda, o'quvchilarning darsdan tashqari vaqtda tashkil qilingan, dastur bilan bog'liq bo'lgan, material asosida ixtiyoriylik tamoyiliga asoslangan mashg'ulotlar tushuniladi. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning matematik bilimlarini chuqurlashtirish va kengaytirish, murakkab misol va masalalarni yechishni mashq qilish, matematikaning hayot bilan bog'liq bo'lgan tamoyillarini ochadigan va dasturga kirmagan ba'zi savollar bilan tanishtirishni maqsad qilib oladi. Sinfdan tashqari ishlarning quyidagi turlarini sanab o'tamiz. Birinchisi, matematik to'garaklar, matematik olimpiadalar, qiziqarli matematik kechalar, matematik ekskursiyalar. Matematikadan sinfdan tashqari ishlarning bu turlari o'quvchi yoshlarni ma'naviyatini shakllantirish, ularni jamoada birlashtirish, ularning ilmiy tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, matematik gazetani chiqarish, matematik viktorina va burchaklarni tashkil etish, matematikadan sinfdan tashqari ishlar deganda, o'quvchilar darsdan tashqari vaqtlarida tashkil qilinadigan, dastur bilan bog'liq bo'lgan material asosida ixtiyoriylik tamoyiliga asoslangan mashg'ulotlarni tushuniladi. Sinfdan tashqari ishlar orqali quyidagilar amalga oshiriladi. O'quvchilarni fanlarga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, qobiliyatli va layoqatli bolalarni topish, talabchanlik, irodani tarbiyalash, mehnatga muhabbat, mustaqillik, uyushqoqlik va insoniylikni tarbiyalash kabi bir qancha vazifalar nazarda tutiladi. Sinfdan tashqari ishlar darslarga nisbatan ba'zi bir farq qiluvchi xususiyatlarga ega. Bularni quyida sanab o'tamiz. Birinchisi, o'z mazmuni bo'yicha matematika dasturiga taalluqli emas, ammo beriladigan bilimlar o'quvchilarning kuchiga mos bo'lishi kerak. Ikkinchisi, sinfdan tashqari ishlar imkoni boricha barcha o'quvchilarni jalb qilishi, ya'ni qiziqarli bo'lmog'i lozim. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ham qiziqish yordamida faol o'quvchilarga aylanishi mumkin bo'ladi. Uchinchisi, sinfdan tashqari ishlar ixtiyoriylik tamoyiliga asoslanib tashkil qilinadi, lekin qiziqishni ta'minlash lozim. Bu mashg'ulotlarga baho qo'yilmaydi, ammo faol o'quvchilar doimo rag'batlantirib boriladi. Mashg'ulot mazmuni va shakllariga qarab 10-12 minutdan 1 soatgacha mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Matematikadan sinfdan tashqari ishlarning mazmuni va shakllarining turli-tumanligi haqida gapirar ekanmiz. Sinfdan tashqari ishlarga qiziqarli matnli masalalar, o'tkir zehnlilikka oid masalalar, hazil mutoyiba masalalari, berilgan ma'lumotlari yetishmaydigan yoki berilgan ma'lumotlari ortiqcha masalalar, mantiqiy masalalar, qiziqarli matematik voqealar, arifmetik rebuslar, o'yinlar, fokuslar, boshqotirmalar, tarixiy ma'lumotlar berish va shu kabi bir qancha amaliy ishlarni o'z ichiga oladi. Quyida biz siz bilan sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'tkazish rejasi bilan tanishib o'tamiz. Demak, ushbu mashg'ulotlarni quyidagi reja asosida tashkillashtirish
ko'zda tutiladi. Birinchisi tadbir shakli, ikkinchisi tadbir mavzusi, uchinchisi tadbirning maqsadi, to'rtinchisi o'qituvchi faoliyati hamda oxirgisi bu o'quvchining faoliyati bilan ko'rsatib beriladi. Demak, biz mana shunday mashg'ulotlardan biri bo'lgan matematik o'yinlar haqida siz bilan tanishib o'tamiz. Sehrli kvadrat, tez va aniq hisoblash, o'yinni boshqarish, o'quvchilarni qiziqtirish va sehrli kvadrat tarixi bilan tanishtirish, mantiqiy fikrlash, hammasi bu vazifalarni o'z ichiga oladi. Ikkinchisi, qiziqarli matematik soatlar. Bunga biz rebuslar, fokuslar, krosswordlar, matematika darslarida olingan bilimlarni chuqurlashtirish, turli rebuslarni, krosswordlarni misol qilib keltirib o'tishimiz mumkin. Navbatdagisi matematik viktorinalar. Matematik viktorinalarga hamma narsalarni bilishni istayman. Murakkab masalalar, turli murakkab masalalarni tayyorlash va viktorinani boshqarish, hamma narsalarni bilishga intilish kabi bir qancha o'yinlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Matematika ertaligini tashkillashtirishda biz asosan quyidagilarga e'tibor qilamiz. Birinchisi, tarixiy masalalar, tarixiy misollarni o'rganish, misollarni tayyorlash va so'nggisi ertaliklarni boshqarish. Tarixiy misollarga o'quvchilarni qiziqtirish va misollarni yechishga harakat qilishga undash ham shu vazifalarni o'z ichiga oladi. Keyingisi matematik to'garaklar. Bu sinfdan tashqari ishlarning eng ommalashgan turi sanalib, bu quyidagilarni o'z ichiga oladi. Mashhur matematik olimlarning hayoti va faoliyati, olimlarning matematika faniga qo'shgan hissalari, matematika tarixini chuqur o'rganish, matematika to'garagini boshqarish va ssenariy yozish, tarixiy materiallar to'plami bilan tanishish. Navbatdagisi devoriy gazeta. Devoriy gazetalarni tayyorlashda albatta o'quvchilarning ijodkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda biz qiziqarli tarixiy voqealar, olimlarning ijodi va hayotidan yangiliklarni keltirib o'tishimiz mumkin. Qolaversa, o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishga erishish, devoriy gazeta uchun material to'plash, devoriy gazetalarni chiqarish va tarixiy materiallarni o'rganish kabi bir qancha amaliy ishlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagisi esa ekskursiyalar. Demak, ekskursiyalarni amalga oshirishda biz quyidagilarni nazarda tutishimiz mumkin. Birinchisi, tarixiy muzeylarga sayohatlarga olib borish, keyingisi milliy grafika, geometrik shakllar bilan tanishtirish, ekskursiya jarayonida tarixiy materiallar bilan tanishtirish, matematikadan yangi bilimlarga ega bo'lish, matematika darslarini samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish, darslar tizimini yo'lga qo'yish. Demak, aziz talabalar, hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning qisqacha bayoni shulardan iborat edi. Dars haqidagi fikrlaringiz, sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmat bilan, Kamal va Dilobar Tayirovna.